And I'm embarrassed. Men uyalyapman. Men amerikalik sifatida uyalyapman. I am a journalist Men from O'zbekistondan Uzbekistan. kelgan jurnalistman. Yaqinda prezident Tramp yangi tinchlik kengashini tuzishni taklif qildi. Siz ham unga qo'shilgansiz. Ha, shunday. Ha, shu munosabat bilan tabriklayman. Xo'sh, nega bunga zarurat bor? Mening savolim bu tashabbus bilan Tramp nimani ko'rsatmoqchi ekanligi haqida siz nima deyishingiz? Va a'zo davlatlarchi, ular nimani xohlayapti o'zi? They are flattering Trump. Xo'sh, nega odamlar Trampga xushomad qiladi? Chunki ular Trampga xushomad qilish orqali o'zlari xohlagan narsaga ko'proq erishamiz deb o'ylashadi. Qarang, bu yerda tartib unchalik zo'r emas. Kanadaliklar taklif qilindi va keyin taklif bekor qilindi. Ha, Amerikaning asosiy ittifoqchilaridan ko'pchiligi u yerda yo'q. Shunday ekan, agar siz Tinchlik kengashining haqiqatan ham global miqyosda nufuzli bo'lishini ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, ehtimol Paragvay va Belarusdan boshlamagan bo'lardingiz, to'g'rimi? U yerda O'zbekiston bor, Qozog'iston bor, Mo'g'uliston bor. Tinchlik kengashining tuzilishi men uchun achinarli holat edi. Tramp G'azo masalasida maqtovga loyiq edi. Tramp yakkalanib qolgan Qo'shma Shtatlarning Isroil siyosatini qo'llab-quvvatlayotgan dunyoning aksariyat qismi eng yaxshi holatda etnik tozalash deb bilgan vaziyatni olib, G'azo haqida qayg'uradigan barcha asosiy davlatlar bilan koalitsiya tuza oldi va u o'zining tinchlik rejasini qo'llab-quvvatlash uchun Xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasini qabul qildirdi. Bunda rossiyaliklar va xitoyliklar betaraf qoldi. Qolgan hamma uni yoqlab ovoz berdi. U hammasini barcha tirik garovga olinganlarni va keyin halok bo'lganlarning jasadlarini ham ozod qilishga erishdi. Buni hech kim qila oladi deb o'ylamagan edim va Bayden bunga qodir emasligi aniq edi. Va u to'liq saqlanmagan, ammo undan oldingi 2 yillik urushdan ancha yaxshi davom etgan o't ochishni to'xtatish bilan tinchlik kelishuvining birinchi bosqichini amalga oshira oldi va hozir gumanitar inqiroz yengillashdi. Va Tramp Davosga borib, G'azoni qayta tiklash uchun tinchlik kengashini e'lon qilmoqchi bo'ldi va bu 65 davlat rahbari ishtirokidagi eng global sahnada qila oladigan eng muvaffaqiyatli tashqi siyosat ishi bo'lardi va uni guldiroz qarsaklar bilan kutib olishardi. Agar shunday qilinganida u butun dunyodagi juda ko'p hukumatlarning qo'llab-quvvatlashiga erishardi. Lekin u buni hal qila olmadi, chunki u bundan ham kattaroq bo'lishni xohladi. U buni Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Xavfsizlik kengashining o'rnini bosadigan binafsha va tilla rangdagi yangi bayroqqa ega bo'lgan BND bayrog'iga juda o'xshash, lekin butun dunyoni qamrab olmagan, asosan G'arbiy yarim sharga, ko'proq Kanadaga e'tibor qaratgan tinchlik kengashi bo'lishi kerak deb qaror qildi. Lekin ular taklifni